Sizlerge reklama hizmetleri gerek bo'ladigan bo'lsa, ekranda nomerlarga xabarlashinglar. Avvalida men klientni nomerini qo'yib o'tib ketaman. Birinchi klientga xabarlashasizlar, menga emas. Keyin reklama kerak bo'ladigan bo'lsa, menga xabarlasha berasizlar. Bismillah, elhamdülillah, salatu selamu ala Resulillah, ma ba'd, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu, hürmetli dostlar. Mana bizler Qaraultepe'ye Menkent qishlog'iga keldik. Yer satılar ekan. Yerimiz bir acayip manzarali joyda ekan. 8 sotluk yerimiz var. Satıladi inşallah. Ekranda nomerga xabarlashasizlar. Ekranda nomerga xabarlashib, bärin bir piyola choy ustida batafsil gaplasha berasizlar. Men sizlarga hozir bu yerni ko'rsatadigan bo'lsam, yo'lni kelishini ko'rdinglar boya. Endi o ana zabordan yol tushar ekan, bu yoqqa qarab. Bak tomonda mana 8 sotluk yerimiz. Bu yerimizning territoriyasi o ana Almadan Aytgacha ekan. 8 sotluk narxga tushgan. Mana yerimiz tak-takiz. Ko'ringlar. Taze hava tengada var degandek. Chiroyli manzaralardan bir ko'rsatib o'tib keting. Dokumentida hech qanday g'ichi-pichi yo'q. Yo'limiz mana baxtin kiradi. O shlaka blokni oldidan ko'rsatib bering. İnşallah bu reklamamız hammaga manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Ekrandagi nomerlarga xabarlashasizlar. Agar siz o'zi batafsil yanada to'liqroq tushuntirib o'tib ketadi. Oychi birinchi almadim bo'lyapti shunda ya. Birinchi almadim. Voy shu daraxtgacha ekan. Mayovka qiladigan joy ekan o'zim. Где-то mana 5 gacha bo'lyapti-da. 20 metr eniga, uzuniga 40 metr. Shunda примерно 5 gacha bo'lyapti. И uzuni o mashinagacha почти. Sizlarga reklama xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda nomerlarga xabarlashinglar. Avvalida men klientni nomerini qo'yib o'tib ketaman. Birinchi klientga xabarlashasizlar, menga emas. Keyin reklama kerak bo'ladigan bo'lsa, menga xabarlasha berasizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Reklamani eshitgacha ko'rgan bo'lsanglar, buni narxi 8 sotliqniki 8 million bo'lyapti. 8 millionning ichida yana kelisha beramiz deb aytdi xo'jayin. Bu hozir ko'rsatgan men yerim, mana shu примерно приблизительно qaziq qaqqaniga aniq bo'ladi. Biroq boyagi aytdi, o aytdi degan приблизительно yerda bu. Примерно aytdim men. Agar tushuntirganiga. Примерно. Buni narxini kelishib sotib olamiz dedi. 8 million bo'ladi dedi. Inshaalloh kelishgan holda sizlarga yer barakali bo'lsin inshaalloh. Mahallenin başladan ucu uçaskalar bölünüp öyler salınıp yatmış bana. Kirpiçin dolu öyler. Güzelliğine karagın. Bırak yerge ben bir iş gittim. Yaşlap karagın. Hiç kanakla uğraş kadar kilo eliyle. Taksitaşın hacet yok. Manzara zor.
nazarimda hozir uchib ketaman. Qayoqqa? Top.